Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsilasidan darslarimizni davom etkazamiz. Bu mavzuga kirishdan avval ana shu Jabroil alayhissalomning hadisini bir qator eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi, kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan edik. To'satdan bu majlisga soch soqollari qop-qora, kiyimlari oppoq, birortamiz tanimagan bir notanish kishi kirib keldida, to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ro'parasiga o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzasiga tegizib o'tirdi. Ya'ni shu darajada yaqin keldi. Qo'lini o'zini tizzasining ustiga qo'yib turib, bir qancha savollarni so'radi. Islom nima? Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berdilar. Islom Allohni yakkada bilishing, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot va haj. Islomning 5 ta ustunini aytdilar. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar hayron bo'lishdi. O'zi so'rab turib tasdiqlayapti. Xuddi bir imtihon qilayotgandek. Menga iymon haqida xabar bering. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu iymonning 7 ta shartini aytdilar. Allohga, farishtalarga, qiyomat kuniga, xullas iymonning 7 ta rukunini. Haligi odam 3-savolni berdi. Menga ihson haqida xabar bering. Ihson nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-ihson an ta'budalloha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Inson Allohni ko'rib turganda, ko'rgan bo'lsa, agar ko'rsa, qanaqa ibodat qilar edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing ihson. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. 4-savoli qiyomatning alomatlari haqida edi. Savolni so'radi, 4-sini chiqib ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ey Umar, savol so'ragan kim ekanligini bilasizmi? Allohu va rasuluhu a'lam deb javob berdi Umar ibn Xattob. Payg'ambarimiz aytdilar, bu Jabroil edi. Sizlarga diningizda ta'lim bergani keldi dedilar. Mana bizga tegishli joyi dinni 3 ta rukunini Jabroil alayhissalom ta'lim berib ketdi. Dinni 3 ga bo'ldi. 3 ta rukuni, 3 ta ustunini gapirdi. Islom nima? Iymon nima? Ihson nima? Islomning nima ekanligini bizga fiqh ilmi o'rgatadi. Buni aytdik. Qanday namoz o'qiymiz, qaysi vaqtda roza tutamiz, qanday qilib haj qilamiz, qo'yingki fiqhiy masalalar. Bu islom deyiladi. Endi iymonni nima o'rgatadi? Aqida ilmi o'rgatadi. Allohga iymon keltirish, qiyomatga iymon keltirishlik, tarozi, qiyomat, jannat, do'zax. Mana endi 3-si, ihson martabasi. Buni nima o'rgatadi? Birodarlar, tasavvuf ilmi o'rgatadi. Biz mana shu Mavoron Nahr yerida yashar ekanmiz, esimizdan chiqmasin. Bu yurtda yashagan musulmonlarning hammasi mutasavvif bo'lgan. Tasavvuf ilmini mahkam ushlagan. Keyingi davrlarda har xil buzuq oqimlar tasavvufni, sufiylikni, mutasavviflikni shirk, kufr deb singdirib tashladi. Vaholanki ana shu tasavvufni, qalbning musaffoligini o'rgatadigan ilmni nima deb so'rasangiz, shu odam bilmaydi. YouTube'da aynagan ancha-muncha bir oqimlarda, toifalarda shataloq otayotganini ko'rib, har xil holatlarga o'zini solayotganligini ko'rsatib turib, mana shular sufiylar, mana shular mutasavviflar desa, o'sha bitta rolini ko'rib turib xulosa qilib olyapti. Vaholanki o'sha tasavvufni shirk, kufr deyotgan birodarlarimiz tasavvufda tesini ham bilishmaydi. Xo'p, islomni fiqh o'rgatar ekan. Iymonni aqida o'rgatar ekan. Ihson martabasini nima o'rgatadi? Qalbning musaffoligini. Yana qaytarib aytaman, bizi yurtda yashagan musulmonlarning hammasi tasavvuf ilmini mahkam ushlagan. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlarimizni fiqh ilmi o'rgatyapti. To'g'rimi? Iymon e'tiqodimiz masalasini aqida ilmi o'rgatyapti. Nimaga e'tiqod qilishimizni. Endi nafs tarbiyasini-chi?
Jon, nafs bitta narsa deb tushuninglar. Jon, nafs bitta narsa. Va nafsin va ma sawaha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Alloh taolo Qur'onda jasadimizga xitob qilmagan, e'tibor beringlar. Alloh taolo Qur'onda bizni ruhimizga xitob qilmagan. Chunki bu ruh olib qo'yiladi, inson o'ladi. Alloh bizni nafsimizga xitob qilgan, jonimizga. 3 xil nafs bo'ladi, 3 xil jon bo'ladi. Mutmainna qanaqa edi? Nafsun ammora, nafsul lavoma, nafsul mutmainna. Xotirjam nafs, o'zini egasini ma'lumot qilib turadigan nafs va yomonlikka buyurib turadigan nafs. Mana shu nafsni tarbiyasi tasavvuf ilmining ishi. Birodarlar, shuni o'qiymiz. Shuning uchun birodarlar, mana 30 yil mobaynida islomni, iymonni, fiqh bilan aqidani o'rgandik, ko'p narsani o'rgandik. Endi mana shu nafs tarbiyasiga ham kirishaylik birodarlar. Islom tarixini qarasanglar, Hasan Basriydan boshlab bu tasavvuf ilmi, sufiylik davom etib kelyapti. Tariximizni qarasanglar, qanaqa katta g'alabalar jang maydonida, qanaqa katta futuhotlar bo'lgan bo'lsa, mutasavvif olimlar va ularning shogirdlari fath qilgan bu narsalarni. Quddusni musulmonlarga fath qilib bergan kim edi? Salohiddin Ayyubiy, mutasavvif bo'lgan birodarlar. Nuriddin Zanki, mana mutasavvif bo'lgan. Istanbulni fath qilgan Muhammad Fotih, mutasavvif bo'lgan. Mo'g'ullarni Aynu Jolud ma'rakasida yer tishlatgan qo'mondonlar, sultonlar, bizni O'rta Osiyodan ketgan sultonlar. Sayfiddin Qutuz, sulton beyboshlar mutasavvif bo'lgan. Birodarlar, islom tarixini yaxshi o'rganinglar-da, siraga taqib qo'ygan achkani olib turib. Mutasavviflar, tasavvufda ushaganlar ummatga juda katta g'alabalarni, futuhotlarni olib kelgan. Ammo mazhabni inkor qilgan, mazhab kerak emas degan, Moturidi Ash'ariylar adashgan degan, tasavvufni kufr deganlarni qaranglar-da, bunga o'xshagan futuhotdan bironta yo'q. Tushunyapsizlarmi nimaga kirishyapmiz? Istiqoma. Bugungi mavzuyimiz istiqoma martabasi, istiqoma maqomi. Nima u? Muhabbat mavzusini, uni manzilatini suhbat qildik. Allohga bo'lgan muhabbat birodarlar dinning asli. Ixlos haqida suhbat qildik. Ixlos eng zarur narsa. Ilm haqida suhbat qildik. Ilm dinning asli. Bugun istiqoma haqida suhbat qilamiz. Ihdinas sirotol mustaqim. Bir kunda necha marta aytamiz. Bizlarni mustaqim yo'linga, to'g'ri yo'linga hidoyat qilgin. Istiqoma birodarlar, to'g'ri bo'lish, mustaqim yo'lda turish. Istiqoma ayni karomat, azizligini o'zi. Birodarlar, din bizga saodatni beradi. Sakinatni beradi. Xotirjamlikni beradi. Tavfiqni beradi. Qalbimizni osuda bo'lishini beradi. Bular ulug' ne'matlar. Inson mana shu ulug' ne'matlarga qachon erishadi? Dinning samaralaridan qachon foyda oladi? Istiqomada turganida, mustaqim bo'lganida, Allohning amrida to'g'ri turganida. Ko'chada ham odob axloqlik, Alloh buyurganidek, uyda ham odob axloqlik. Demak, mustaqim bo'l. Kichkinaroq mashina minib yurganda qoidaga rioya qilar edi. Endi qimmatroq mashina minib olgandan keyin endi tug'yon qilyaptimi? Demak, mustaqim emas bu odam. Mustaqim odamga kamerani keragi yo'q. Uni kuzatib turishligi uchun. Chunki kim ko'rib turibdi uni? Istiqoma manzilati. Istiqoma haqida Qur'onda nima deyilgan? Astagfiru billah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb so'ngra to'g'ri, ustuvor bo'lgan zotlarning oldiga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Mustaqim bo'lgan bandalarga farishtalar o'layotgan paytida bo'y mustaqim bandalar kelib aytadi: "Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar." Mustaqim bo'lgan banda o'lim arafasida vahima qalbiga kelib turganda ko'ziga ko'rinib qo'rqma, xotirjam bo'l, senga jannat bor deb xotirjamlik beradi. Kimga? Mustaqim bo'lgan bandaga, istiqomada turgan bandaga. Shuning uchun Robbim Alloh,
Aytishga oson. Shu bilan bo'ldimi? Mustaqim bo'lib qoldimi? Shu Robbim Alloh deb qo'yishligi bilan komil iymonli bo'ladimi? Ha, birodarlar, la ilaha illalloh deyishligi bilan kishi musulmonlar qatoriga kiradi. Ammo biz bu o'rinda mustaqim bo'lish qanaqaligi haqida bahs qilyapmiz. Din bizga sakinat beradi dedik. Xotirjamlik, osudalik beradi dedik. Hayotimizni yurish-turishimizni zo'r qiladi deyapmiz. Endi ana shu dinni, shu mevalardan foydalanish uchun mustaqim bo'lish kerak. Robbim Alloh. Bu bir marta aytib qo'yiladigan so'z emas. Bu bahs. Uzoq bahs. Ikkinchi oyat. Istiqoma haqida. Astagfirullah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Odamlar qo'rqadi, birodarlar. Nimadan qo'rqadi? Ustiga kelishi mumkin bo'lgan xatardan, kelajakdan qo'rqadi. Qalbi iztirobga tushadi. Natijada bugungi kuni rasvo bo'ladi. Insonni bugungi kunini rasvo qiladigan narsa ikkita. O'tmish ishlarni eslab pushaymon bo'lish, kelajak keladigan ishlarni, kelajakdagi ishlarni o'ylab turib qo'rqish. Pushaymon bilan qo'rquv insonni hayotini rasvo qiladi. Ammo mustaqim bandalarda mana shu narsa bo'lmaydi. Alla taxofu va la tahzanu. Qo'rqmanglar keladigan ishlardan va mahzun bo'lmanglar o'tib ketgan ishlarga. Mana ommaviy axborot vositalarini ko'rsang, siz bilan bizni qalbimizni qo'rquvga kiritishda, bizni yuragimizni tushirishda, bizni siqib bo'g'ishlikda musobaqa o'ynayotganga o'xshaydi. Bir-biridan vahimali xabarlar, bir-biridan xavotirli bashoratlar, endi anaqa bo'larmish, endi manaqa bo'larmish, bormi? Yuraklaringiz siqilib ketadi. Oxiri aqlingiz ko'tara olmasdan yuragingiz ko'tarmay nima deysiz? Nima deysiz? Ha. Uni qachon aytasiz? O'sha siz nazaringizni hal qila olmay qoldingiz-da o'sha. Boshida ayting, birodar. Agar siz mustaqim bo'lsangiz nima deysiz? Birodarlar, ma sha Allohu kana. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Va ma lam yasha lam yakun. Nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Endi buni bu yog'iga ham. Alloh aytgani bo'ladi, Alloh aytmagani bo'lmaydi. Bu e'tiqod, bu xotirjamlik kimda bo'lar ekan? Kimda bo'lar ekan? Mustaqim bandalarda. Ihdinas sirotol mustaqim. Istiqoma martabasini suhbat qilyapmiz, birodarlar. Ammo birodar, mustaqim bo'ladigan bo'lsang, senda bu xavotir yo'q. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb, so'ngra to'g'ri, ustuvor bo'lgan mustaqim zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar: "Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar." Chunki ular Robbim Alloh degan, mustaqim bo'lgan, Allohning Robb ekanligiga qalbi qanoat qilgan. Chunki birodarlar, Alloh taoloning o'zigina Robb. Yolg'iz uning o'zi Xoliq. Hamma narsa uni qo'lida. Kim aytgani bo'ladi? Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mana istiqoma haqidagi oyatlar. Albatta Parvardigorimiz Allohdir degan, so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan, mustaqim bo'lgan zotlar uchun xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bir odamga mustaqim bo'l desangiz, men payg'ambarimman mustaqim bo'lgani deydi. Kim aytdi senga mustaqim bo'lish faqatgina payg'ambarlarga tegishli deb? Dalil bor, birodarlar. Siz bilan biz ham mustaqim bo'lishimiz kerakligi haqida. Men payg'ambarimda men qo'limdan kelmaydigan narsani gapirma. Bu noto'g'ri tushuncha. Astagfirullah. Fastaqim kama umirta va man taba ma'ak va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Bas ey Muhammad alayhisalom, ey Muhammad alayhisalom, siz va siz bilan birga tavba qilgan zotlar mustaqim bo'linglar. Tug'yonga tushmanglar. Albatta u zot qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. To'g'ri yo'lda bo'lish, mustaqim bo'lish, tug'yonga kirib ketishlik, istiqomadan chiqib ketishlik.
Qarangda, mana Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurdi. Fastaqim kama umirta. Siz va sizga ergashganlar Muhammad alayhisalom Alloh buyurganda ham mustaqim bo'linglar. Birodarlar, mana shu oyat tushgandan keyin fastaqim kama umirta. Ey Muhammad alayhisalom, sizga buyurilganida ham mustaqim bo'ling, istiqomada bo'ling degandan keyin, shu oyat tushgandan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari ko'rindi. Shayyabatni Hud va ahavatuha deganlar Rasululloh. Meni Hud surasidagi oyatlar qaratib yordi degan. Chunki mana shu birodarlar hozirga aytilgan oyat Hud surasidan edi. Rasululloh menga Alloh buyurganidek bo'la olyapmanmi degan g'am bilan Rasulullohda qarilik alomatlari ko'rindi. Biz Alloh taolodan aziz qilishini so'raymiz doim. Tavfiq berishini so'raymiz. Dushmanlarimizni ustidan g'olib qilishini talab qilyapmiz. Duolarimiz ijobat bo'lishini talab qilyapmiz. Robbimiz bizga mustaqim bo'l deyapti. Hozir biz aytgan narsalarni Alloh bizga berishi uchun bizda istiqoma, mustaqim bo'lishlik kerak. Mustaqim bo'lishligimiz kerak. Biz mukarram bo'lishlikni, aziz bo'lishini xohlaydigan bo'lsak, Allohning amrida mustaqim bo'lishimiz kerak. Istiqoma nima o'zi? Istiqoma tug'yonning ziddi. Biz aytgan istiqoma Alloh buyurgandaqa to'g'ri bo'lishlik degani. Demak, istiqoma nima ekan? Tug'yonning ziddi ekan. Tug'yon tekis chizig'idan chiqib ketishlik. Tug'yon programmadan chiqib ketishlik. Poyiz relsdan chiqib ketsa, demak tug'yonga ketdi. Chunki uni yo'li faqatgina mana shu temir yo'l edi. Astagfirullah. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Shu yerda nimani o'rni almashib qolyapti? E'tibor berdinglarmi? Insonga ta'lim berdi deb turib, keyin yaratdi deyapti. O'zi yaratgandan keyin ta'lim berarmidi? Mana endi diqqat qilib eshitdinglar-da. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Yaratmasdan turib qana qilib ta'lim berdi? Avval yaratadi, keyin ta'lim beradimi? Bu yerda ta'limni avval aytdi. Bu oyatda Alloh taolo insonni hayotida manhaji dasturi bo'lishligini bizga bayon qilyapti. Yaratmasdan avval insonga Qur'onni ta'lim berishi mumkin emas. Avval yaratadi, keyin ta'lim beradi. Bu o'rindagi muqaddam qilishlik martaba taqdimi. Martaba taqdimi. Agar bir inson dunyoda yashasa-yu, hayotda o'zini manhaji bo'lmasa, nimaga kelganligini bilmasa, nima uchun yashayotganligini bilmasa, qayoqqa ketishini bilmasa, bu insonning qadr-qiymati qanchalik bo'ladi? Istiqoma kerak. Ilohiy manhajda o'zingga lozim deb bilishing kerak. Allohning amrini, payg'ambarining sunnatini o'zingga lozim tutishing kerak. Tug'yon nima? Ana shu manhajdan chiqib ketishlik. Aqidangiz o'zingiz xohlagan narsa. Fe'llaringiz nafsiz xohlagan narsa. Qo'yingki, programmangiz yo'q. Musulmon odamda shunaqa bo'ladimi? Musulmon odamda unaqa bo'lmaydi. Hamma riboga pul olganda harom deydi. Hamma tarozidan urayotgan bo'lsa ham harom deydi. Issig'ida mashaqada roza tutasizmi, o'zingni qiynaysanmi desa roza tutadi. Chunki o'zining nimasi bor? Mustaqim bandaning manhaji bor. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.